Mana chemodanim. Bu yerda balkon bor ekan. Toshkent ko'chasiga vidli. Televizor. Девочки. Hammaga salom. У меня вообще нема Здесь Липтон. Я и здесь свой Липтон нашла. Men xonamga уже mana shunaqa paket bilan keldim. Hozir ichida nima borligini ko'ramiz. Xullas, bu papkani ichidan mana shu dokumentlar chiqdi. Bu hamma narsa menga kerak bo'ladi. Men Amerikaga ketsam, ketishimda bu meni informatsiyam, yashash joyim haqida. Bu krasniy pasport и ichida vizasi ham bor. Xursand bo'lib ketyapman. Har qaraganimda mana amerikanskая viza. И bu etiketkalar atalab kerak bo'ladi. Bularni chemodanga olib qo'ysak, agar mabodo chemodonni yo'qotib qo'ysak, bizga uyimizga yetkazib berishadi. Mana o'sha legendarная футболка. Я распутала цепочек собак. Да. Rahmat. Я почти. Сейчас я ее так цеплю и все. Men xonamda bir o'zim ekanman. Shunaqa gaplar. Hozir men dokumentlarimni boshdan o'qib chiqaman. Hozir soat taxminan 11. Bizni jo'natib yuborishganda dam olinadi. Soat 6larda taxminan ovqatlanib bo'lganimizdan keyin, lekin men ozgina uxladim, keyin uxlolmadim o'sha. Shuning uchun hozir men ba'zi ishlarimni tugatyapman. Soat 1:30larda уже biz chiqib ketamiz aeroportga. Xudo xohlasa keyingi yo'limiz Frankfurtgacha. Biz hozir qizlarni я же на Узбекистан снимаю. Ассаламу алейкум, hurmatli telezakirlar. Biz hozir qizlar bilan men qizlar xonasiga kelib oldim. Sabo. Uxlayveramiz. No, shunaqa gaplar. Yarim kechasi qizlar xonasiga kelib o'tiribmiz, nochovka qilib. Я говорю, типа, у тебя эска? Я говорю, нет у меня. Я такая, держи телефон. Нет у меня 11. Когда эска может быть 11? Hozir men xullas mana bu narsa bilan o'lchab ko'rayotgandik. Anomizda, chemodanlarimizda men bir payt ko'taribman 26 chiqyapti-da, maksimum 23 ekanda. Keyin Tamimani chaqiribman, уже vahima qilyapman, nima qilishni bilmay kelyapti-da, как Superman kelib menga 15 ta ham ushlab ketyapti. Всегда тут для Сабо. Salom. O'zbekcha vlog qilyapman. Все, хватит. Нормально. Она весь день так делает сегодня. Да, маме отчет отправим. Куда сядем, девочки? Давайте назад, чтобы Давай, идем. Он же один. Bizga уже biletlarimizni berishdi. Марси. Она что-то задумалась? Да, я тоже такая. Что? Я такая, zачем ей мой мама? Hozir butun zal bizga qarab turibdi. Hamma bizlarni anom tomosha qilyapti. Hamma biz o'zimizni reklama qilyapmiz hammaga. Hamma aeroportda samolyot kelishini kutib turgan bo'lsa, biz mana Tamila bilan kelib massaj o'rgatibmiz.
Пассажиры Абдраимова, Богданова, Бостанова, Грещенко, Hozirgina samolyotimizni nomini aytishdi va biz уже ketishimiz kerak samolyotga. Biz uxlamaganmiz, bunga ham yo'q kerak. Скажи, что ты на каракопакском? Халай. 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 Халай? Что такое? Хандей слать? Привет. Привет. Халай, что ли? Халай. Если кто-то спорит из Каракопакистана, халай. Буз. Бежим? Отсюда. А? Оста- Мечты сбываются. Через плечо. Снимаешь? Да. Я спать хочу. Наконец-то кулик. Германиyaga keldik. Наконец-то. Ура. Frankfurt. Taxminan nechta tushdik? 6 soatga tushdik. Adashmasam. Aeroport Tuzada bu yoqda metro va McDonald's bor ekan. Concourses A, B, C, and Z. Assalomu alaykum. Salam alaikum. Welcome to Frankfurt. Я тут такой. Qirg'izistonlik qizlar bu. Hamma bilan birga tanishib chiqdik biz. Soat 5da biz Washington DC ga yo'l olamiz. Erta bir kun qolib, undan keyin men Nyu-Jersiga yo'l olaman. O'zim. Siqilib ketdik. Adashmasam 30+ soat uxlamadik-ku. Jo 30 emasdir. No, men kam uxladim lekin. Bilmayman. Xullas, juda ham uyqumiz kelyapti. Ertaga hozir men yotsam ham uxlasam 8 soat uxlayman-da, keyin yana borishim kerak Nyu-Jersiga, shunga tez otelga borib olsam, bitta niyatim shu. Lekin nimagadir avtobusimiz kechikyapti. Pechalni. Я вставала, что ли? Я тоже кринж. Я хочу. Это отель. O'zbekistonda bo'lganda вообще boshqacha bo'lardi.
Amerikada juda ham ko'plab konditsioner bor ekan va ular hamma joyda va ular juda ko'p. Hamma amerikanistlar futbolkalarda yuribdi. Men mana shunaqa kiyimda ham sovqotib ketyapman. Bilmayman qanday bilan bunaqa havoga chidashadi, lekin men uchun bu juda ham sovuq. Hozir bizga yeb olishga pitsa berishdi. Har bitta xonaga bittadan. Biz xonada ikkitamiz. Aslida men o'ylagandim, to что Amerikaga kelganimdan keyin meni ingliz tilida gaplashishim juda qiyin bo'ladi. Men uyalaman deb o'ylagandim, lekin ozgina vaqt o'tib ketgandan keyin men уже o'rganib ketdim. Salgina men amerikanistlar bilan gaplashishni boshladim va o'zimni erkin his qilishni boshladim. Shuning uchun hech qachon kech emas, doim boshlab ko'rish kerak xolos. Нам с Танилой повезло, мы в одной комнате. Могли оказаться совершенно незнакомыми людьми, но мы оказались знакомы, слава богу. Да, нам повезло. Mana уже xonaga keldik. Obzor olyapman. Amerikadagi baribir otellar boshqacha bo'lar ekan, o'zimizga nisbatan. Tashqari tomondan anavi ko'rinsa ham, prostoy ko'rinsa ham, ichlari baribir boshqacha ekan. Базовая американская включалка. Вот. И mana dushni qaranglar. Va прикольно. Так, kiyimli xona bor ekan. Bu xona nima? Ochiladimi bu? Ochilmas ekan. Bilmayman nimaligini, ochilmas ekan. Yana bitta oyna. Shkafni qaranglar. Vau! Amerikada adashmasam hamma shkaflar shunaqa garderob bashara bo'ladi. Seyf bor ekan. Uchuk. Klassno. Va bizning xonamiz Svetqani bog'da. Svetqani? Свет topolmayapman. Yordam. Девочки, я свет не могу найти. Здесь свет там? Я не могу найти свет. Там нет Простите за... Как, в смысле нету света? Только вот эти... У них 3 лампочки были. Hammaga salom bolalar, bu yerda svet yo'q. Как yo'q, topish kerak. Лампочки включи. А, Свет и все. а ну, хорошо же. То они поняли, как включить. А почему... А, так тут и... Тут этого тоже нету. Тут люстры нету. Я ищу свет. Я ищу включатель, тут вообще люстры нету. Мне кажется, это... Повернуть надо, нет? Нет. Ладно, идем за вещами. Нет, не знаю, что это. Оно не засунуто. Блин. Xullas, shunaqa asalcha xona. Hamma narsa shunaqa. Qanday ochishni bilmaysan, bunaqa derazalarni. Ay xudo, nima balo yotibdi mana yoqda. Ochib bilmayman qanday ochishni. Ko'rmay qo'yaveringlar bu obzorda. Zaryadkasi qolib ketdim, tabriklaylar. Zато я нашла адаптер. Biz 3 soat ham uxlashga ulgurmadik. Bizni уже aeroportga chaqirishdi. Trash. Ikkitalashib siqilyapmiz biz. Уф, я спать хочу. Мы все хотим спать. Безумно. Очень-очень сильно. Почему вы спались? Единственная проблема здесь. Да. Для lanch oldim men hozir. Lanchga yogurt bilan sokov oldim o'zimga. Apelsinli. Xayrlashib biz уже.
Hammaga salom bolalar. Bolalar Xonimlar va janoblar. Vizit. I know that this is not where anybody is flying out of. However, this is just where we're gonna hang out. I'm here with Sabo, and we're here at Dulles International Airport. We are in Virginia, and she's about to board to get on a flight to go to Newark, New Jersey, in order to meet her host family. She's very, very excited. Her English is amazing, and she's going to do an awesome job. We were looking at videos on YouTube about Newark, and looking at all kind of things and on the map and stuff. So she's getting prepared, and she's really, really excited. And it was really, really nice to meet Sabo. So, you know, as far as the host family is concerned, I know you're going to have an amazing time with Sabo, and I know she can't wait to go. Buyog'iga уже o'zim ketyapman. Hozir men bir o'zim Nyu-York aeroportida aylanib yuribman, Nyu-Jersida. Ota-onamni qidiryapman. Bagajimni olishim kerak. Birinchi marta o'zim uchdim bugun. Xudo. Boshida adashib qoldim, lekin keyin hozir yo'limni topib ketdim. Baggage claim. Hozir bagajimni olayotgan joyimda ota-onam chiqishi kerak plan bo'yicha. Hozir men xonamga keldim. Men uyimga yetib keldim. Nyu-Jersiydaman hozir. Menga alohida chiroyli xona tayyorlab qo'yishgan ekan, lekin men juda ham uyqum kelgandi, lekin hozir hamma narsani joy-joyiga qo'yib chiqmaganimcha va chiroyli joylashtirib qo'ymaganimcha men uxlay olmayman. Shuning uchun oldin hamma narsani joylashtirib chiqaman. Keyin sizlarga obzor olaman va oxiri Xudoga shukr uxlayman. Futbolka. Blin. Buni men hali ochib qaramadim, to'g'risi o'qimadim ham. All the fun, all the adventure, all day long, all for you. Wow. Happy birthday, we're so excited to have you spend your 16th, your 16th year here with us. Alison, please, Roxy Jack. Wishing you... Oh... Mani yaqinda tug'ilgan kunim bo'ldi, 3-avgustda va уже 6-avgust kuni men bu yerdaman. Juda ham xursandman. Blin, это так мило. We're so happy you will be here and we'll all share this adventure together. So nice. Bu menga adashmasam videosini qo'yaman. Tug'ilgan kunimga chetdagi oila a'zolarim qilib berishgan ekan. Qizig'i, Amerikada mana shunaqa spalnilarda lustra bo'lmas ekan. Ko'p joylarda ko'rdim, lustra yo'q. Asosan bunaqa fonarlar bo'lar ekan hamma joyda. Bu suvenirlar. Men уже yarmini sovg'a qilib bo'ldim bularga. Telegram kanalimda qo'yaman, qoldiraman nimalar sovg'a qilganimni. Agar kimgadir qiziq bo'lsa mabodo. Bu kitoblarim, kerakli dokumentlarim, bu o'zi shu yerda kitoblar bo'lgan ekan, menga olib qo'yishganmi bilmayman. Buni menga buvam to'qib bergan ekan. Bir oy oldin mendan so'ragandi. Sabosan fiolet rangni yaxshi ko'rasanmi deb. Ha deb aytganimdan keyin mana shu narsani to'qib beribdi. Bu aeroportdan qolgan narsalar. Bu shunaqa yumshoq o'yinchoqlar, yangi turibdi. Buni ham olib berishgan ekan. Oy, tushib ketdi. Juda ham xursand bo'ldim. Bundan tashqari, bu yerlarda men o'sha joylashtirib chiqdim. Suv olib kelib berdi boya ham. Shunaqa krevat juda ham uyutli, shinam, rosa menga yoqdi. Bu garderob. Narsalarimni joylashtirib bo'ldim o'sha daqiqama. Xullas shunaqa juda ham shinam, juda ham chiroyli xona. Bu тоже shkafchik. Отдельно olishgan ekan. Mana bunaqa rozetkalar hamma joyda Amerikada. Buni men bilmadim, musor paqirmidi, paqirmasmidi, paket yedirib qo'ydim endi. Bilmadim lekin nimaligini. Shunaqa juda ham shinam, chiroyli xona. Bog'cha ventilyator bor ekan. Потолочный ventilyator juda ham
qiziqarli narsa ekan. O'zbekistonda bunaqa narsalar deyarli hech qayerda yo'q. Menimcha hech qayerda yo'q ham. Men ko'rmaganman olganda, lekin juda ham yaxshi zadumka. Konditsioner o'rnatmasdan shunaqa ventilyatorcha. Bundan tashqari, bu yoqda adashmasam, bu jaluzini to'sib bu ko'chamizga vid. Shunaqa yopib qo'ysam ham yorug' bo'lib turaveradi xona. Mana